Leksimiz davamlaştırmıyoruz, hürmetli vatandaş. Bugün Çislak 2023 yıl 11. ayının 21. günü. Haftaga seyşembe. Leksiyada sıra Washington'dan sözleymez, hürmetli vatandaş. Endeki mavzu kileyle, endeki mavzu Amerika'nın kat'i niyeti aşkarlandı. Yaka aşkarladı. Sabık Devlet Müdafiə Ministeri Xi Jinping doğrusu da mındak gap kıldı. Mavzulu haber 11. ayının 20. günü ben bitir ilan kılındı. Haber mındak başlandı. Cumhuriyetçiler Parti sabık Devlet Müdafiə Ministeri Robert Gates 2006 yılda 2011 yılgacha Amerika Qo'shma Shtatlari Davlat Mudofaa Ministerligining vazifasini o'tagan. Ministerlik vazifasini o'tagan vaqtda Prezident George W. Bush Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti edi. Bu kun, yani 11. ayının 19. günü Amerika matbuoti jungo liniyasi Robert Gates'ni ziyorat qilgan ziyorat xotirasini e'lon qildi. Ziyorat qabul qilganda Robert Gates mundaq ko'rsatdi. Jungo Kompartiyasi partiya boshlig'i Xi Jinping boshqarib turgan Jungo Amerikaning manfaatiga uyg'un emas. Jungo Kompartiya partiya boshlig'i Xi Jinping boshqarib turgan Jungo tash Amerikaning davlat manfaatiga uyg'un emas. Agar Xi Jinping atala g'oyib bo'lgan bo'lsa, Jungoda intayin zo'r o'zgarish yuz berdi. Gorbachev sobiq Sovetlarni parchalashda halqiliq odam bo'ldi. Ham u Sovetlarning eng oxirgi rahbari bo'lib qoldi. 2022 yil 8 ayning 30 kuni Gorbachev vafot bo'ldi. Dunyo davlatlari Gorbachevni madihlagan edi, lekin Jungo boshdan oxir Prezident Gorbachevni inkor qilib keldi. Xi Jinpingning maxfiy yig'inda amaldorlarning sobiq Sovetlarning tajriba saboqlaridan ibrat olishini talab qilgan edi. Tahlilchilar mundaq ko'rishdi. Jungo Kompartiyasi aytganda vaziyat qo'ldan ketgan amon markazga intilish g'oyib bo'ldi. Jungo Kompartiyasining yuqori qatlamida huquqning hech qanday e'tibori qolmaydi. Eng zo'r krizisga duch keldi. Muxbir savol qo'ydi. Partiya boshlig'i Xi Jinping boshqacha bir odam bo'lib chiqishi mumkinmi? Muxbirning savoli sobiq davlat mudofaa ministri Robert Gatesga qo'yilayotgan savol. Sobiq davlat mudofaa ministri Robert Gates mundaq ko'rsatdi. Bu to'g'rida bir nima deya olmayman. Lekin u Xi Jinping atala g'oyib bo'ladigan ish bo'lsa, men bog'lashimanki, Jungoga nihoyat zo'r o'zgarish yetib keladi. Jungo Kompartiyasining rolida o'zgarish bo'lamdi, bo'lmamdi, buni bilmayman. Tahlilchilar mundaq ko'rsatdi. Bu mundaqla oshkorlab qo'yish emas. Amerika Xi Jinpingni taxtdan tushirdi degan masalani oshkorlab qo'yish deganlikdir. Muxbir nima deydi? Bu mundaqla tahlilchilar, bu mundaqla oshkorlab qo'yish deganlik emas, balki Amerika Xi Jinpingni taxtdan tushirdi degan masalani oshkorlab qo'yish deganlikdir. Yana bir xabar. Davlat ishlarini Guangning tahlil qilishi. Ishga qo'lliq tayyorlik qilish. Tayyorlik qilish nazariyasi. Bo'yicha bo'lgandimi Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilish maqsadini ko'rib yetkazib olmayotdi.
Mavzuluq maqal 11 ayning 20 kuni Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlandi. Xi Jinpingning Amerikani ziyorat qilishi Jungoning Amerika qaratgan siyosiy o'zgarish bo'lganlik bo'lib hisoblanamdi. Amerika Jungo munosabatida burilish hosil bo'lganligi bo'lib hisoblanamdi. Xitoy tilli torbetleri tarqilib yürügen Xi Jinping'nin ufkusi Xi Jinping aytgandek Xi Jinping zor derecedeki solçil siyasetten emdilikte zor derecedeki o'ngchillikqa yoki o'ngchil siyosatga birlashdan derak beremdi. Hani gap 2012 reis Xi Jinping tunji qatim siyosat sahnasiga kirib kelgan vaqtida shu vaqtida torbetchilar va youtuberlarning hammasi Xitoy tilidan tahlil qilib zaman o'zgardi, jahon o'zgardi. Xi Jinpingning dadasi Xi Jinping degan Mao Zedong davrida madaniyat inqilobida 16 yil turmada yotgan edi. Şu kişinin oğlu hesaplangan Xi Jinping Jungo'da intayin zor yani demokratik islahat özgürüş elip verişi mümkün değişkeni de 2012 yılı 2013 yılı kelgende asasa kanunu özgertiş ve asasa kanunu himaye kılış boyunca kıskagana bir münazara muhakeme devri başlandı. Derhal yokulap gitti. Yani derhal ucuqturuldu. Bir yerde asasa kanunu özgertiş nemini maksat kılattı vaxt aydınlaşmadı. Özgerse kandak özgertetti bu mu aydınlaşmadı? 2013 yılı yokulap gitti. 2013 yıldan başlap Reis Xi Jinping müstabit yani diktatör lişeş yolunu tallap aldı. 2017 yılı kelgende onun baş götürüş zarur oldu. Baş götürüşün çağrısını nemi kılışını bilmedi. Hiç kandak bir siyasette artıkçılık, alaydilikle yol koyuş emez. Bastırış, kol kılış. Bu mu adet ki bir işe aylanıp kalkan bir müstebbit devlette. Bu mu kişilerin dikkatini ya ki dünyanın dikkatini celip kılamız. 2017 yıldan başlap Uygur kırgınçılığını yolgu saldı. Xodishkin dünya urushi mezgilde faşist Hitler kandak yolu koygan bolsa Xi Jinping onu da aşırıp yolga koydu. Hazırgıçı devamlaşıvadı da. Xi Jinping'nin Uygur kırgınçılığı siyaseti hazırgıç devamlaşıvadı. Şu arkalık dünyada üzünü müstebit ve diktatora degen iki nam bilen dünyaya elip çıktı. Bu ikinci yol birinci maksat Reis Xi Jinping özünün kim ekenligini dünyaya tanıttı. Özünün obrazını dünyada tikledi. Yani adam öldürüş, Uygur kırgınçılığı, Uygur degen milletini yok tutuştan ibaret bu tedbir, bu siyaset bilen o özünün obrazını dünyada tiklegen boldu vatandaş. Hazır endemeye nemi sual koyuluvadı da ende Reis Xi Jinping solçil siyaset mailliğini özgertip endi oңçil siyaset mailliği yaki Jungo'nu demokratiyeleştiriş, Jungo'nun turmuşunu amibaplaştırış, köp siyasi partiyelerin kuruluşu yol koyuş, umumi saylamlı yol koyuş, lekin bundan nahi ve şehir dercilik saylamlı yol koyuş mümkün. Hem Xi Jinping'nin ufkusi Xi Jinping şundak eytipti. Depti ki yani bir cümlesi kelip kaldı torbettirdi bar eken tok onun nemi depti desiniz menin akam Xi Jinping Mao Zedong'un balısı emez. Menin akam menin dadam Xi Jinping digende Xi Jinping'nin dadısı kim? Xi Jinping. Xi Jinping degen dadımızın balısı biz. Depti o Xi Jinping. Ondaqda bir yerde bir özgürüş hasıl buluşun peytüveki maksat muddaları bağım yok. Lekin gap Jungo'nun iktisadı nemi seviyede, Jungo'nun cemiyet ahvalı nemi seviyede, Amerika Qo'shma Shtatlarga nemi deb kelding, nemi ish qilmoqding? Bugun birinchi bo'lib boshda aytdik. Mastercard banka pul muomala shirkatini Jungo'ga elib kirding. Bu intayin zo'r g'alaba.
Jungo üçün aytqanda intayin zor qalba. Amerika üçün aytqan teximi zor qalba. Nimiş mındaq deymiz vatandaş? Qasqal şepkini kiyip ças berdigan generalның qosuğu açıdı. Qırğınçılıq, tutqun ve ayak asqılı siyasi öktüçilerini cazalaş, kişilik hukukunu depsendi qiladigan saqchilarning qosuğu açıdı. Tushundingizmi? Qosoqqa birni bo'lish kerak. İki tal cho'ka, bir taxsida yeydigan bir narsa bo'lish kerak. Jungo iqtisod tugashdi dedik, tunigin tugash amaliyoti yo'q. Dal shundaq vaqtda hozir Amerikaning Mastercard pul muomala shirkati Jungoga kirib keldi. Bundan keyin Jungoning iqtisodi qanday bo'ladi? Ona diqqat qilsangiz vatandosh. Avval taom, ondan kalam. Avval qo'saq, öy imorat, turmush, ondan inqilob. Shunda formula ishga kelib kelsangiz bu ne? Vatandoshim, şu vaqtda andan pulning iqtisoddan nima ekanligini bilasiz. Biz bu yerda sen Amerika ati og'dirilman, ati gumron bo'laman degan davlatni yana qo'llamsan deb tanqid qilolmaymiz Amerikani. Vatandoshim, hargiz tanqid qilolmaymiz. Men arliq dedim-ku, Afg'oniston terroristlarni, Osama bin Ladenchilarni yo'qotmoqchi bo'lib kirgan Amerika armiyasi Afg'onistonga 2 trillion dollar ko'tarib kirgan edi dedim-ku. 2 trillion dollar ko'tarib kirgan edi Afg'oniston. Mana shundaq gap. Bugun Amerikaning bu shirkatining Mastercardning Jungo bozoriga kirishi dal shundaq gap. Endi bay bu xabarlarni tayyorlab bo'p, men sizlarga so'zlab keldim. Mana oxirida savolning oxirini olib o'tdim. Masalan, o'zgarish bo'lganlik hisoblanadi. Amerika Jungo munosabatida burilish xarakter hosil bo'lganligi bo'lib hisoblanadi. Xitoy tilli torbetlar tarqalib yurgan Xi Jinping kishi deb bo'ldi qani. Onchul siyosetga o'zgaramdi. Jungo amdi islohot echivitishning yangi davrini boshlamdi. Ya'ni islohot echivitishning yangi davrini boshlamdi degan gap ma'qul 40 yil ketdi. Rost bo'lsa, yolg'on bo'lsin. İqtisodiy islohot, iqtisodiy ishga echivitishganda mush 40 yil ishi tamomladimi deb baqaylamoq sening planing bo'yicha. Jungolikning A plani, B plani bo'yicha shundaq deb baqayli. Endilikda taraqqiyot davriga kelgan echivitiy islohot iqtisodiy sohada boshlanishdan boshqa siyosat sohasidan boshlanadi. Diqqat qiling vatandoshlar. 11 ayning 5-kuni Erkin Osiyo Uyg'ur til gruppasi ekranga elib chiqqan video filmni esingizga eling vatandosh. Masval Amerika ovozida kelyapti. Goshi Guang degan mushu Amerika ovozining maxsus Xitoy yozg'isi sezyapti buni. Mushu savolni agashtirib men bir savol qo'ydim. 11 ayning 5-kunidagi Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur til bölümüde oturga chiqqan video film bilan birlashtirib qarayapti. İki bir yerda mana bunday gap bor. Ikki qo'lliq siyosat degan nima degan gap? Masalan, qaranglar, yangi davr boshlanadi. Jungoda yangi bir davr boshlanadi. Jungoni axborot ideologiya echivitadigan davr boshlanadi. Ayrım şehirler ve nailerde umumi saylam yolga qo'yilamdi. Hiç bo'lmaganda adliya yerin mustaqillikni ishga oshiramdi. Yoki umumlashtirganda Jungo yangi demokratik o'zgarishning yangi bosqichiga kirib kelamdi. Ama her bir qadamni Jungo degan mush ismga bog'lab turib, Uyg'urdagi har bir qadamni shuni qo'shtirib tahlil qilsangiz bo'ladi. Bu yil 1-ayning 25-kuni Amerika ovozida bir parcha maqola e'lon qilindi. Amerika ovozi hukumatning ovozi juma do'stim, vatandoshim, hukumatning ovozida bundaq rasman o'tirib chiqishi o'ng'ayga to'xtamaydi. Men bu to'g'rida qisqacha o'tganda so'zlab o'tgandim. Bugun bu atrofli so'zlamoqchi emas, vaqtni kutish kerak, fursatni kutish kerak. Shular selishtirganda o maqolaning e'lon qilinishi bilan 11-ayning 5-kuni e'lon qilingan video filmni birlashtirib qarasangiz bo'ladi. Mening demoqchi bo'lganim
Siz köreş kıldınız, hamma adam köreş kıldı, yetip keldik, bir menzilga keldik. Maqsadimiz nima vatandosh? Uyg'uriston masalasi bo'yicha sizning mening maqsadim nima? Avval shuni ko'raylik. Bu maqsadimizda Amerika Qo'shma Shtatlari, Amerika Davlat Majlisi qaysi darajada qabul qiladi? Eg'irlik mana mushar gap mana mushada. Vatandoshim, masalan siz jamoat fikri sifatida nima talab qilasiz Amerika Qo'shma Shtatlaridan? Iliq saranglatib olaydigan shior emas. Amaliy harakat, amaliy gap bilan gap qila oladigan bo'lishimiz kerak vatandosh. Shunga hozir mayat nima deydi? Jungo demokratik soatning yangi davriga kirib kelamdi deydi. Ikki qo'lliq tayyorlik qilish nazariyasi ayinchaqda Mao Zedong davrida shar'iylangan. Urushni dushman bilan urush qilamiz. Mao Zedong shunday degan edi. Yana bir tarafdan dushman bilan suhbatlashamiz. Suhbatlashish, murassalashish, suhbatlashish. Bunaqa San Fransisko suhbatini Jungo balki shunday qilib bordi. Shu maqsadda keldi Amerikaga desangiz bo'ldi. Yoki aldamchilik qilish deganlikdir. Bu yerda Gogwan apandi oxirida bir jumla aytibdi, yoki aldamchilik qilish deganlikdir. Hozir endi Johnson Jay'dan boshlayotgan fikrini ko'rdingizmi? Amerika Jungo do'stligini, Amerika Jungo yangi munosabatini bir hafta madiylagan Jungo matbuotlar bir aqli to'xtab, hozir endi o'zini Rossiya Federatsiyasi prezidentining qo'yniga otdi deydi. Bir hafta ya. Vatandoshim, bir hafta 7 kun ichida bo'layotgan. Yo'q. 18. günü ahırlaştırdın ha. Bugün 21, 3 gün. Vatandaşım, 3 gün içinde 100 öğredi degan gap. Mana bu Xitoy izmdir. Mana bu Xitoy davlat millat xarakteridir. Ya'nizmi? Mana bu onun dese, agar bor dese axloq an'anasidir. Lavzida turish turmaslik masalasidir. Bir an'ana, bir millatning an'anasi lavzida turish turmaslik masalasi. Va desa turalislar o odam deb ataladi. Mana dunyo. Bugungilik she'rlarimiz shu. Qarang, mana ishkilik she'r so'zildim. Buning ichida hozir ahamiyatli deb ishkimiz siz bilan biz tanlab oladigan bir narsa Amerikaning Mastercard şirketi Jungo bozoriga kirdi. Jungo Xalq Bankisi va nazorat guruhlari ta'sis qildi. Mana bu bugun shu. Ondan eng muhimi, ko'rib turaman, Amerikaning Mastercard Jungoning bozoriga kirdi. Amerikaning eng chong shirkati Walmart Jungoning bozoridan chekinib chiqdi. Berib Vyetnamga o'rlashdi. Nima deb tushunamiz bu ishlarni vatandoshim? Nima deb tushundiramiz ey do'stlarim? Demak, vaziyat degan mana shunday o'zgarib turdi. Ata Xudo xolisa, ay va'da bermaydim deb ne chiqatam aytimiz gap. Johnson nima deydi shu so'zga bir qaraylik. Jinoat deganlik vatandoshlar.